Nimaga bu sinmayapti? Sizga ham qizig'imi? Bu sinmasligining ortida nima ilm fan yangi kashfiyot yotibdi? Bir ichini ochib ko'ramizmi? Va 8300 rekord bo'lib turgan hozir batareyka, yangi batareyka qanaqa u ko'rinishi nima? Bir ko'ramiz, a? Hozir ochib 100 graduslik pechkamiz tursa, ochamiz. Bahaybat batareyka kutilgandek ikkita yacheykalik, ya'ni bu degani ikkita batareyka, ikkosiga alohidadan 33 vatt keladi. Shu bilan 66 bo'ladi. Bu batareykani kamroq qizishiga va uzoq yil xizmat qilishiga yordam beradi. Mana IP69 ga nimaga unaqa javob berib yuborgan temperaturaga desangiz, sovutish qarang. O'ta katta sovutish sistemasi. iPhone 17 Pro Max ga shuni sal kichikrog'ini endi qo'yishdi. Mana bu telefonimiz modul qismlari, mayda cho'ddalarni ko'rsatmadim. Telefonimizda ekran va batareykalarini ko'rdik, korpuslarni. Ertaga ekran ustamiz ekran bilan korpusni orasini ochadi. Bu nozik ish, alohida ustamiz qiladi va o'sha yerda ekran nimaga sinmasligini alohida mavzu qilib ko'taramiz. Necha qavat yumshatgichlar bor bu yerda.